To'rtko'l tumani markazidan olisda joylashgan Oqqamish ovul fuqarolar yig'inida yangi majmua xalqqa xizmat ko'rsata boshladi. Ushbu markazning ochilish marosimida To'rtko'l tumani hokimi Ilhomboy Xudoybergenov so'zga chiqib, majmuaning aholiga sifatli va yuqori darajada xizmat ko'rsatuvchi savdo o'rinlaridan biri bo'lishiga umid bildirdi. Bir vaqtning o'zida 285 nafar mijozni qabul qilish imkoniyatiga ega keng va zamonaviy restoran aholi va mehmonlarga xizmat ko'rsatadi. Bu yerda turli tadbirlar, oilaviy bayramlar va marosimlar o'tkazish uchun qulay sharoitlar yaratilgan. Majmua tarkibida transport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish bo'limi ham mavjud bo'lib, bu avtomobil egalari uchun katta qulaylik yaratadi. Aholining qurilish materiallariga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida maxsus do'kon ham faoliyat yuritadi. 20 kishiga mo'ljallangan Shinam mehmonxona majmuasi mehmonlar va sayohatchilar uchun qulay joylashuv va dam olish imkoniyatini taqdim etadi. Majmuaning ochilishi hudud iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Eng muhimi, ushbu zamonaviy majmuada 30 nafardan ortiq ishsiz fuqarolar doimiy ish bilan ta'minlandi. Bu esa aholining turmush darajasini oshirishga va mahalliy iqtisodiyotni jonlantirishga xizmat qiladi. Bundan 4-5 yil oldin bir niyat bo'lganda, shunday restoran salaman, achaman degan bir niyatlarimiz bo'lgan. Xudoga shukr, mingdan ming shukr. Shu yerda shu restoranlarni 2 yil bo'ldi boshlab, bitirib ochyapmiz. Xudo xolasa 23-chisladan ish jarayonlarimiz boshlaydi. Restoran ish ko'rsatib boshlaydi. Ushbu loyihaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi hududda tadbirkorlikni rivojlantirish va aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish borasidagi sa'y-harakatlarning yorqin namunasidir.